Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugun Milliy g'oya ma'naviyat asoslari huquq ta'limi yo'nalishi tinglovchilar uchun navbatdagi mavzuni boshlaymiz. Mavzumizning nomi globallashuv sharoitida milliy g'oya ma'naviyat asoslari turkumidagi fanlarni o'qitishga qo'yilayotgan zamonaviy talablar. Demak, ushbu mavzu doirasida biz avvalambor bu hodisaning tushunchasi, mazmuni, mohiyati, bunday sharoitda milliy g'oya ma'naviyat asoslari huquq turkumidagi fanlarni o'qitishga qo'yiladigan zamonaviy talablar, shuningdek bu tushuncha bilan nihoyatda aynan ba'zan o'xshab ketadigan global muammo, integratsiya atamalariga qisqacha bitta tahlil, shuningdek bugungi kunda bir tomondan insoniyat buni o'ziga yarasha bir tahdid deb ko'rsatgan bo'lsa, ikkinchi tomondan ularning qo'llab-quvvatlovchi chiqayotgan globalizatsiya va aksiya globalizatsiya o'rtasidagi o'ziga yarasha farq va shuningdek bunday jarayonda bu fanlarni oldiga qo'yiladigan zamonaviy talablar mavzusida to'xtalib o'tamiz. Yaxshi bilamizki, o'tgan asrning oxiri, yangi mingyillikning boshlarida ushbu globallashuv degan atama o'ziga yarasha barcha sohalarda keng qo'llanadigan bo'lib qoldi. U tarix bo'lsin, falsafa bo'lsin, siyosat bo'lsin, ommaviy axborot vositalari bo'lsin, ta'lim-tarbiya tizimi bo'lsin, farqi yo'qki, u kirib bormagan jabhaning deyarli o'zi qolmadi. Mana shunaqangi bitta sharoitda bu tushunchani keng tahlil qilish, uning namoyon bo'lish xususiyatlarini, amalga oshirish vositalarini keng tahlil qilish davr taqozosi hisoblanadi. Negaki milliy g'oya ma'naviyat asoslari huquq ta'limi yo'nalishining o'quv rejasiga biz e'tibor beradigan bo'lsak, talabalar bu yo'nalishda 1 va 4 kurslar davomida mana ma'naviyatshunoslik asoslari fanini, etnomadaniyat fanini, globallashuv asoslari fanini, milliy g'oya tarixi va nazariyasi fanini, ma'naviy va ma'rifiy ishlarni tashkil etish metodikasi fanini, milliy g'oya targ'iboti texnologiyalari fanlari kabi bir qator fanlarni o'qishadi. Aynan ushbu fanlarda bizning xalqimizga xos bo'lgan uning uzoq ming yillik tarixi, uning milliy qadriyatlari, milliy madaniy merosi, jahon ilm faniga qo'shgan buyuk mutafakkirlarning ilmiy merosi, shu yurtning mustaqillik uchun kurashgan milliy qahramonlarning shonli tarixi kabi voqelik keng tahlil qilinadi va ushbu voqelik asosida biz yoshlarni vatanparvarlik ruhida, millatparvarlik ruhida tarbiyalash, ularga tegishli zarur bo'lgan nazariy bilimlarni, amaliy bilimlarni, ko'nikmalarni berishga biz doimiy ravishda harakat qilib kelganmiz. Endi bilamizki, ushbu hodisa ham ushbu fanlarga, bu fanlarni ommaviy axborot vosita bir tomondan biz targ'ib qilamiz, ikkinchi bir tomondan ikkinchi bir kuchlar targ'ib qilyaptiki, mana shuni bir sharoitda yoshlarning ma'naviy olamiga qaratilgan keng bir o'ziga yarasha tahdidlar namoyon bo'lmoqda. Shunday ekan, dastlabki biz nima tariqasida biz qaraydigan bo'lsak, bugungi kunda ijtimoiy nima fanlarda quyidagi atamalar juda keng ishlatiladi. Demak, bulardan birinchisi mana shuki, yuqoridagi rejada ko'rsatib o'tilgandek, mana global muammolar degan biz atamani biz ko'p ishlatamiz. Bir jihatdan qaraganda ba'zan buni chalkashlik bosh holatlar ham bo'ladi. Buni bir tomonda o'ziga yarasha unchalik bir noto'g'ri holat deb ham bo'lmaydi. Demak, bu global muammolar bu biroz oldinroq ilm fan sohasiga kirib kelgan muammolar tizimi hisoblanadi. Odatda bunday muammo zaminida biz talabalarga ko'pincha quyidagi bir holatda, quyidagi bir manzara nuqtai nazaridan tushuncha qilamiz. Global muammo, yechimi ham, tahdidi ham butun bir insoniyatga birdek daxldor bo'lgan muammolar tizimi. Demak, uning yechimi ham, tahdidi ham hammaga barobar. Bundan bironta chekkada turish, xoli qolish, omon qolishning mutlaqo imkoni yo'q. Shimoliy qutbdan janubiy qutbgacha yer yuzasining har bir jabhasini birdek qamrab oladigan muammolar tizimi. Odatda ular haqida gap ketganda yadro urushiga yo'l qo'ymaslik gapiriladi, yadro energiyasidan oqilona foydalanish masalasi qo'yiladi, tabiiy zaxiralarni asrab-avaylash masalasi qo'yiladi. Mana keyingi paytlarda bularning qatoriga mana oziq-ovqat muammosi, yuqumli kasalliklar, mana shunga o'xshagan bir qator muammolar tizimi qo'yiladi. Demak, ko'rinib turibdiki, yer yuzasining har bitta jabhasiga, har bir kvadrat kilometrga deb gapirishgan bo'ladi. Birdek daxldor muammolar tizimi. Ikkinchi bitta bir atama borki, integratsiya degan atama ishlatiladi. Bilamiz, insoniyat ishlab chiqarish turlarini, shakllarini, amalga oshirish vositalarini o'zgartirib, oshirib, rivojlantirib borgani sari uning manfaatlari o'zi yashayotgan hududning
doirasidan tashqariga otilib chiqa boshladi. Mana shunday bir sharoitda yer yuzida tabiiy zaxiralar rang-barang joylashganligi, ishchi kuchlarning rang-barang joylashganligi, ilm-fan sohasida erishgan yutuqlarning yer yuzasining turli xil xalqlari, millatlari, davlatlari tomonidan amalga oshirilayotganligi sabab bu sohada erishilgan kuchlarni o'zaro birlashtirish vazifasi amalga qo'yildi. Demak, inson ma'lum bir maqsadni amalga oshirish maqsadida turli xil mintaqalar, xalqlar, kuchlar o'zlarining tabiiy geografik omillarni, ishlab chiqaruvchi kuchlarini, ilm-fan sohasida erishgan yutuqlarini, qo'lidagi moliya manbalarini, ma'lum bir maqsad vazifani amalga oshirishda eng asosiysi ixtiyoriylik asosida birlashtirishga nisbatan odatda bu atama ishlatiladi. Endi globallashuv atamasiga to'xtaladigan bo'lsak, mana biz yuqorida bir gapirib o'tdik. Bu atama avvalambor bir Amerika Qo'shma Shtatlarida bir iqtisodchi olim Levi tomonidan bu ishlatilgan edi, lekin bu mutafakkir bu atamani ishlatgan paytda bu hech qanaqangi bugungi kundagi manzarani mutlaqo nazarga ham haligi nima deymiz bir olmagan bo'lsa ham kerak. Negaki u iqtisod sohadagi moliya, kapital va hokazolarni birlashtirish, bir iqtisodiy sohadagi hamkorlikni yanada kuchaytirish borasida o'zining e'lon qilgan maqolasida ushbu atamani ishlatgan edi. Mana bunga ham deyarli mana yarim asr bo'lib qoldi. Demak, biz globallashuv degan atamaga o'zga nima qiladigan bo'lsak, ko'pincha ijtimoiy falsafiy adabiyotda quyidagicha ta'rif beriladi. Globallashuv turli xil mamlakatlar, xalqlarning ularning jamiyat hayotining siyosiy, iqtisodiy, madaniy, ma'naviy, ma'rifiy sohalaridagi o'zaro bog'liqlikning va o'zaro ta'sirning keskin oshuviga nisbatan ushbu atama ishlatib kelinadi. Endi mana ko'rib turibmizki, ushbu hozirgi tahlil qilib o'tilgan uchta atamaga nisbatan quyidagicha kichkina bir xulosa qilib ketsak bo'ladi. Global muammo. Demak, barcha davlatlarga tahdidi yechimi birdek bo'lgan muammolar tizimiga nisbatan ishlatamiz. Integratsiya deganda davlatlar o'rtasida o'zaro ixtiyoriylik asosida ma'lum bir maqsad va manfaatni amalga oshirish nuqtai nazardan olib borilgan hamkorlikning natijasi deb qarashimiz mumkin. Global muammodan integratsiyadan farqli ravishda globallashuv deganda odatda dunyoning rivojlangan mamlakatlari tomonidan dunyoning kam rivojlanayotgan yoki rivojlanish darajasida past bo'lgan davlatlarga, ularning hayotlariga, ularning siyosiy, iqtisodiy, madaniy turli xil turmushi tarziga bo'ladigan ta'sirini tushunish mumkin. Shunday ekan, mana ko'rinib turibdiki, bu uchala atama ushbu jihatdan bir-biri bilan o'ziga yarasha farqlanib kelgan. Endi bu hodisaga nisbatan biz haligi o'ziga yarasha bir xususiyatlarni sanaydigan bo'lsak, odatda shunday tahlil qilinadiki, buning muttasil davom etishi tarixiy jarayon ekanligi, obyektiv xarakterda ekanligi, ya'ni bu hodisadan qochib qutulishning mutlaqo bir imkoni yo'q ekanligi. Gap nima haqida ketadi bunday tarzda? Ta'lim, tarbiya tizimi, ishlab chiqarish, jamiyat hayotining qaysi sohasi bo'lmasin, bu hodisadan qochib qutulish emas, balki bunday hodisa ro'y berayotgan paytda uni qanday kutib olish, unga nisbatan qanday choralar ko'rish haqida fikr yuritish, harakat qilish muhimroq hisoblanadi. Ikkinchi jihatdan dunyoning go'gimellashuvi, universallashuv jarayoni. Bu unga xos bo'lgan ikkinchi bitta xususiyat. Uchinchisi, mamlakatlar o'rtasida turli sohalardagi hamkorlikning keng kuchayishi natijasida mana milliy chegaralarning yurib ketish jarayoni. Bu ko'proq keyingi paytlarda Yevropa ittifoqi makonida ko'proq ko'zga tashlanadi. Mana hammangizga ma'lumki, Schengen hududi deb ataymiz, ba'zan mana Yevropa ittifoqi deb ataymiz. Mamlakatlar o'rtasida ularning fuqaroligi turli xil sohalarda qonunchilikdagi kerak bo'lsa mana parlament sohasidagi umumiylik jihatlari ko'p ko'zga tashlanadi. Xo'p, keyingisi ishlab chiqarishning xalqaro formalariga o'tish, turli xil standartlarni qabul qilish. Albatta bu bir tomondan juda yaxshi holat, ikkinchi tomondan umumiy bir norma, umumiy bir o'lchamlarning joriy qilinishi, bu ham o'ziga yarasha bir turli xil sohalardagi o'ziga yarasha bir milliylikning chekinishiga olib keladi. Shuningdek, ko'pchilik mamlakatlar xalqlarining madaniyatida, kundalik hayotida Yevropacha turmush tarzini, bu ko'pgina adabiyotda ba'zan westernizatsiya degan atamasi bilan ataladi. Demak, ushbu ta'sirning keng kuchayib borishi. Shuningdek, investitsiyalar, kapital, texnika va tovarlarning butun dunyo bo'ylab
bo'ylab oquvining jadallashuvi, keng miqyosdagi ega bo'lib borayotgan murakkab jarayonlar sifatida baholanishi xos bo'lgan belgidan hisoblanadi. Shuningdek, globallashuv turli xalqlarning hayotida mana yaqinlashayotgan ommaviy madaniyat tufayli yuzaga kelayotgan keng o'zgarishlar bilan ham bog'liq bo'lib qolmoqda. Endi shu joyda yana bitta bir masalaga to'xtab o'tish kerak ediki, boya biz yuqorida globallashuvning o'ziga yarasha u bilan ba'zan aynan tushuncha bo'lib ko'rinishi mumkin bo'lgan global muammo atamasi bilan mana tahlil qildik, uni integratsiya atamasi bilan o'ziga yarasha farqli jihatini tahlil qildik. Endi bu muammoni o'ziga kelganda ham ijtimoiy siyosiy adabiyotlarda yagona bir fikrni uchratish qiyin. Negaki shundaki, birinchidan buni ijobiy hodisa sifatida bog'lovchi adabiyotlar juda ko'p uchraydi. Odatda bu dunyoning keng rivojlangan mamlakatlari hisoblanadi. Ular aytishadiki, mana shunaqangi bitta chiroyli imkoniyat, demak bunaqangi imkoniyatdan barcha birdek foydalanish kerak. Mana bu uni ta'siridan qochish, turli xil xatti harakatlar bilan bu siyosat darajasida bo'ladimi, boshqa qarorlar bilan bo'ladimi, demak unga to'g'anoq bo'lish, boshqasini demak ular salbiy holat sifatida e'tirof etishadi. Demak shundan keyin mana shunday jihatda qarash bor. Ikkinchi bir yondashuv bor, bu ko'pgina mamlakatlarda uchraydi. Bu ham bo'lsa nimadan iboratki, bu hodisaga nisbatan faqat iqtisodiy manfaatlarga zidligini keng ta'kidlashadi. Bu ko'proq xalqaro maydonga tabiiy zaxiralarni ko'p eksport qiluvchi mamlakatlarning adiblari, mutafakkirlari, tadqiqotchilarning asarida uchratish mumkin. Jumladan bu mana Rossiya mutafakkirlarning qarashida ko'p uchraydi va shunga yarasha mana arab dunyosining ko'pgina davlatlarida, chunki bilamiz, ularning hayotida haligi tashqi savdosida neft, gaz zaxiralarining haligi xalqaro bozorda sotilishining yuqori ko'rsatkichga egaligini yaxshi bilamiz. Shunday ekan, bugungi kunda shunaqangi bir ikki to'qim ko'p harakat ko'zga tashlanadi. Demak, globalistlar, ya'ni bu globallashuv jarayonini qo'llab-quvvatlovchilar. Demak, buning natijasidan hamma birdek foydalansin. Jamiyat hayotining siyosiy hayoti bo'ladimi, iqtisodiy hayoti bo'ladimi, madaniy, ma'rifiy hayoti bo'ladimi? Demak, bu hodisani beradigan keng imkoniyatdan unumli foydalanish. Va ikkinchi bitta jihati borki, bu aksial globalistlar, ba'zi manbalarda mana anti-globalistlar nomi bilan ham ko'p ataladi. Demak, bu jarayonni to'xtatish va uning turli xil olib kelishi mumkin bo'lgan tahdidlarga birdek kurashish. Odatda bilamizki, jahon mamlakatlarining mana biz katta 7lik, mana katta 8lik ham deydi, mana ko'proq mana 7lik, mana katta 20lik guruhi deb ataymiz. Ushbu mamlakat rahbarlari odatda bironta joyda yig'ilib, jamiyat hayotining iqtisodiy, siyosiy, madaniy, savdo-sotiq, energetika, fuqarolik va bir turli xil sohalarda o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish maqsadida ular yig'ilayotgan paytida ko'pincha ko'chani ushbu bir ko'rinishdagi anti-globalistlar bosib ketishadiki, ular bunaqangi uchrashuvlarga, bunaqangi katta anjumanlarga, yig'ilishlarga o'zlarining qarshiligini mana shu xatti harakatlari bilan ifoda etishadi. Ularning qo'yayotgan talabi bunaqangi uchrashuvlarni, bunaqangi hamkorliklarni imkoniyat darajada pasaytirish, har bitta millatning o'ziga xosligini, uning o'ziga yarasha milliy turmush tarzini, o'zining milliy manfaatlarini himoya qilishni talab etuvchi kuchlar hisoblanishadi. Shunday ekan, mana shunaqangi ikkita oqim xalqaro maydonda ko'p ko'zga tashlanadi. Endi bilamizki, buni agar biz ro'y berishiga bir qisqa bir to'xtab o'tadigan bo'lsak, odatda mayli birinchi davr, ikkinchi, uchinchi davr deb boshlanadi. Bu ko'proq birinchi davr deyilganda insoniyatning sanoatlashgan ishlab chiqarishga o'tish davri. Bu ko'proq buyuk geografik kashfiyotlar deb gapiramiz, ba'zan sanoat to'ntarishi deb gapiramiz. Birinchi davr sifatida e'tirof etiladi. Ana undan keyin ikkinchi davr sifatida e'tirof etiladi. Mana sanoat to'ntarishining yakunlanishi bilan bog'liq alohida bitta davr sifatida qaraladi. Va kibernetika asri deb gapiramiz. Mana ikkinchi jahon urushidan keyingi davr 1945, 1990, 2000-yillar oralig'idagi keskin o'zgarishga nisbatan mana shu davr sanab o'tiladi. Lekin bitta joyga e'tibor berib ketish kerak ediki, bu jarayonda albatta bu nimada uchramagan taqdirda ham qaysiki ma'noda inson dastlab o'zlashuv xo'jalik deb gapiriladi. Bu ko'proq tarixiy
adabiyotlarda. Demak, ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tishi bilan, dastlabki yirik san'atlarning vujudga kelishi bilan o'ziga yarasha boshlangan ediki, jamiyat hayotining turli sohalarida xalqaro maydondagi hamkorlik va hokazolar. Shunday ekan, mana bu davrni ham qo'shib tahlil qilish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Demak, odatda biz bu qattiq harakatni amalga oshiruvchi vositalar haqida gap borilganda, mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti bilamiz, mana bugungi kunda 190 dan ortiq, mana 190 deb gapiramiz, boringki 200 ga yaqin mamlakat bu tashkilotning mana a'zosi hisoblanadi. Bu tashkilotga a'zo bo'lgan mamlakatlar bu tashkilotning ustavida, nizomida keltirilgan mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro aloqalarda qator nizomda ko'rsatilgan vazifalarga amal qilishi talab etiladi. Mana xalqaro valyuta jamg'armasi, xalqaro valyuta fondi deb gapirishga biz ko'p keng o'rganganmiz. Bilamizki, bu tashkilotga a'zolik ishlab chiqarishda, investitsiyalar joriy qilishda, ishlab chiqarishning yangi sohalarini yo'lga qo'yishda, bilamizki, bu tashkilotning haligi o'ziga yarasha hissasi juda katta. Xuddi shunday mana Jahon banki. Demak, shu bilan bitta nimada gapirib ketilsa bo'ladi. Mana UNESCO insoniyat erishgan ilm, fan, madaniyat sohasidagi hamkorlik, har bitta millatga, xalqqa xos bo'lgan milliy ma'naviy qadriyatlar, meroslarini asrab-avaylash tashkiloti bilan hamkorlik, UNICEF xalqaro bolalarni himoya qilish, mana xalqaro mehnat tashkiloti, Jahon savdo tashkiloti, Yevropa ittifoqi, Shanxay hamkorlik tashkiloti va turli xil tashkilotlar bilan mamlakatlar o'zaro hamkorlikni yo'lga qo'yar ekan, albatta bu tashkilotlar bilan hamkorlik bo'layotgan paytda, demak, xalqaro maydonda e'tirof etilgan qator qoidalar va ustavlarga birdek amal qilish talab etiladi. Endi namoyon bo'lish sohalari haqida gapirilganda, yuqorida biz globallashuvni amalga oshiruvchi vositalar tizim haqida gapirilganda uni bitta chekkasini aytib ketdik. Mana ko'rinib turibdiki, hokimiyatning globallashuvi. Demak, shunday ekan, mamlakatlar xalqaro tashkilotlarga a'zo bo'lib kirar ekan, o'zidagi qaysidir bitta vakolatni albatta ularning haligi nizomidagi belgilangan talablar, vazifalar sirasiga o'tkazishga to'g'ri keladi. Bir so'z bilan aytganda, mustaqillik qaysi bitta bir qirrasi bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni xalqaro tashkilotlarning haligi roziligi doirasida amalga oshirishga to'g'ri keladi. Demak, biz odatda bu joyga nisbatan hokimiyatning globallashuvi deb gapiramiz. Siyosiy jarayonlarning globallashuvi xuddi mana shunaqangi jarayonda ro'y beradi. Xalqaro tashkilotlar doirasidagi kelishilgan hujjatlar doirasida amal qilish. Iqtisodiy jarayonlardagi globallashuv albatta turli xil iqtisodiy tashkilotlarga a'zo bo'lib kelinar ekan, xalqaro mehnat tashkiloti bo'ladimi, Jahon savdo tashkilotimi. Demak, bu tashkilotlar bilan hamkorlik bo'layotgan paytda ham umum e'tirof etilgan normalarga amal qilishi. Mana biz O'zbekiston tashqi siyosatining asosiy tamoyillari haqida gapirganimizda, mana talabalarni bitta jihatga e'tiborni ko'p qaratamiz. Umum e'tirof etilgan xalqaro normalar ustuvorligini e'tirof etish. Demak, bu tashkilotlar bilan bo'lganda ushbu tamoyilga doimiy ravishda amal etib kelinadi. Va eng murakkab jihati shuki, mana ma'naviy mafkuraviy jarayonlarning globallashuvi. Bugungi kunda bilamiz, axborot tizimi shunaqangi keng rivojlanyapti. Bugungi kunda bunaqangi ta'sirdan xoli bo'lishning bilamizki mutlaqo imkoni yo'q. Internet deymiz, televideniya, radio va boshqalar deymiz. Demak, bunaqangi sharoitda yoshlarimiz mana shu yo'sinda ro'y berayotgan turli xil tahdidlardan himoyalanish, ular bilan ishlash madaniyatini shakllantirish bugungi kundagi ta'lim tizimining asosiy vazifasi hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, talabalar o'rtasida ma'naviy ma'rifiy ishlar olib borishda, demak, biz quyidagi tamoyillarga keng e'tibor qaratishimiz kerak. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotining sessiyasiga o'zining nutqida turli xil mazmundagi tahdidlar haqida fikr yuritayotganida jamoatchilikni, xalqaro jamoatchilikning fikrini bitta narsaga qaratib o'tgan edilar. Nimaga? Turli xil mazmundagi terroristik, ekstremistik qattiq harakatlarning negizida bitta narsa aytadi. U ham bo'lsa jaholat, u ham bo'lsa murosasizlik, u ham bo'lsa bilimsizlik ekaniga e'tibor qaratib o'tgan edilar. Shunday ekan, biz e'tibor qaratib kelgan narsa talabalarimizning dunyoning turli xil maydonda bo'layotgan xatti harakatlar haqida keng chuqur ogohlantirishimiz, bunday xatti harakatlar qanday mazmunda, qanday maqsadda olib borayotganiga keng e'tiborimizni qaratishimiz, bu xatti harakatlarning olib borayotgan bu xatti harakatlarni
targ'ib etuvchi mafkuralar tizimini, ularning dasturlarini, ular qaysi yo'l, qanday vosita bilan amalga oshishini keng tahlil qilgan holda, ushbu jarayonni umumiy qilib, shunaqangi bir tahlillar asosida o'quv adabiyot va dasturlarni boyitishimiz kerakki, bu voqelikni talabalarimizga bir sodda bir so'z bilan tushuntirib berishimiz kerakki, bizning yoshlarimiz bunaqangi kuchlarning ta'siriga tushib qolishmasin.